Assalomu alaykum. Dasturxon TV telekanalining navbatdagi daqiqalari Fresh News informatsion dasturi bilan davom etadi. Studiyada Azizbek Mehmadinov bugun dasturimizda. Andijonda ishqiy munosabatlarini yashirgani uchun 7000 AQSh dollari talab qilgan shaxs ushlandi. Mental arifmetika bo'yicha bolalar bilimi sinovdan o'tkazildi. Liverpool futbolchisi faoliyatini London klubida davom ettiradi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Zakovat intellektual klubida Aloha mental arifmetika bo'yicha 8-respublika bolalar musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda respublikamizning ko'plab shaharlaridan 5 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan 400 ga yaqin bolalar ishtirok etdi. Dastlabki lavha shu haqda. Ma'lumki, Abacus Learning of Higher Arithmetic Aloha yosh bolalar uchun mo'ljallangan, miyaning ikkala yarim shari uyg'un rivojlanishiga yordam beruvchi va qiziqarli tarzda o'tkazadigan xalqaro mental arifmetika dasturi. Aloha jamoasi bu borada 2017-yildan buyon muntazam ravishda respublika musobaqalarini tashkil etib kelmoqda. Bu bolalar uchun o'z qobiliyatlarini ko'rsatish, eng yaxshi natija uchun mukofot olish, do'stlari va oilasi bilan qiziqarli va foydali vaqt o'tkazish imkoniyati. Bugungi kunga qadar AQSh, Kanada, Rossiya, Meksika, Germaniya, Irlandiya, Ispaniya, Hindiston, Xitoy, Malayziya kabi dunyoning 45 ta davlatida 4 milliondan ortiq bola patentlangan Aloha dasturi bo'yicha muvaffaqiyatli ta'lim olmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi, Oliy sud va Sudyalar Oliy maktabi tomonidan jahon tajribasini o'rganish va milliy mediatsiya tizimini yanada takomillashtirishga bag'ishlangan muhim voqelik Mediatsiya instituti rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari va sud amaliyoti mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Qonunchilik palatasi va Senati a'zolari, Oliy sud va Sudyalar Oliy kengashi rahbariyati, sudyalar, professor, o'qituvchilar, doktorantlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Shuningdek, konferensiyada nafaqat O'zbekiston, balki Turkiya, Qirg'iziston, Ozarbayjon va Qozog'iston kabi mamlakatlarning yuqori malakali sudyalari, mediatorlari, huquqshunos olimlar va tahlilchilar faol qatnashib, o'z mamlakatlarida mediatsiya institutining rivojlanish tarixi, huquqiy asoslari va amaliyoti haqida fikr almashishdi. Anjuman davomida savol-javoblar va munozaralar bo'lib o'tdi. Qatnashchilar tomonidan mediatsiyani rivojlantirish bo'yicha samarali ilmiy amaliy tavsiyalar bildirildi. Ushbu anjuman nafaqat huquq sohasi mutaxassislari, balki keng jamoatchilik uchun ham mediatsiyaning mohiyati va imkoniyatlarini yoritib berishda muhim qadam bo'ldi. Andijonda ishqiy munosabatlarni yashirgani uchun 7000 dollar talab qilgan shaxs ushlandi. Tushunganingizdek, qo'lga olingan erkak ayolning oilasi oldida sharmanda qilmaslik uchun pul talab qilgan. Xo'sh, bu holatga qanday chora ko'rilmoqda? Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Oltinko'l tumanida tovlamachilik holatiga chek qo'yildi. Qayd etilishicha, fuqaroning arizasi asosida 42 yoshli erkak qo'lga olindi. U arizachini ayol bilan ishqiy munosabati haqidagi ma'lumotni tarqatish va oilasini sharmanda qilish bilan tahdid qilgan. Ichki ishlar organlaridan bayonnomani qaytarib olmaslik va ma'lumotni oshkor qilmaslik uchun 7000 AQSh dollari talab qilgan. Erkak pulni olayotganda jinoyat ustida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jahonga yuzlanamiz. Yaponiyalik olimlar tibbiyot sohasida muhim yutuqqa erishdi. Ular inson qon guruhi va rezus faktoridan qat'iy nazar barchaga mos keluvchi sun'iy qon yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Bu yangilik olimlar orasida juda ommalashdi. Muxbirimiz ham batafsil ma'lumotga ega lavha tayyorlagan. U
muddati o'tgan donor qonidan olingan gemoglobindan ishlab chiqariladi. Bunday gemoglobin himoya qobig'i bilan o'ralgan va viruslardan xoli bo'ladi. Antigenlar yo'qligi sababli u barcha qon guruhlari uchun mos keladi. Qonning klinik sinovlari 2022-yilda boshlangan va hozirgacha hech qanday nojo'ya ta'sir aniqlanmagan. Uni 2030-yilda ommaviy foydalanishga chiqarish kutilmoqda. Sun'iy qonning yana bir xususiyati uni xona haroratida 2 yilgacha saqlash mumkin. Mbappe va Vinicius endi himoyada ham ishtirok etadi. Tushunganingizdek, dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoaning himoyadagi muammosini hal qilish niyatida deb xabar beradi Nova 24 nashri. Ma'lumotlarga ko'ra, Kylian Mbappe va Vinicius Junior himoyaviy harakatlarda faol ishtirok etmayapti. Bu esa jamoaning ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu muammo o'tgan mavsumda ham Carlo Ancelotti boshchiligida ko'p muhokama qilingan edi. Shu sababli Xabi Alonso barcha hujumchi futbolchilardan to'liq himoyaviy ishtirokni talab qilmoqchi. Unga ko'ra, kuchli himoya butun jamoa harakatlari asosida quriladi va hech kim himoya vazifalaridan ozod bo'lmaydi. Liverpool darvozaboni Kelleher rasman Brentford futbolchisiga aylandi. Asalarilar klubining rasmiy ijtimoiy tarmoqlari xabariga ko'ra, irlandiyalik posbon London jamoasiga to'liq transfer asosida qo'shildi. Kelleher bilan imzolangan shartnoma 5 yilga mo'ljallangan bo'lib, yana 1 yilga avtomatik ravishda uzaytirish imkoniyati mavjud. Eslatib o'tamiz, Kelleher 2019-yilning yozidan beri Liverpool safida harakat qilgan. O'tgan mavsumda u Merseysideliklar safida jami 20 ta o'yinda maydonga tushdi va ularning 9 tasida darvoza daxlsizligini saqlab qoldi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.